Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalom aytadilarki, kim ilm olish yo'liga tushgan bo'lsa, jannatning yo'liga tushibdir. Kim ilm olish yo'liga tushgan bo'lsa, jannatning yo'liga tushgan bo'ladi deydilar. Ilm egasiga hamma salovat aytadi, hatto suvdagi baliqlar ham deydilar. Ilm talab qilib, ilm o'rganayotgan tolibi ilmlarni oyog'ini ostiga farishtalar qanotlarini qo'yib turadi hurmatidan. Bu hali mulla bo'lgani yo'q, olim bo'lgani yo'q. Ilm o'rganyapti. Shunda uni oyog'ini ostiga farishtalar qanotini qo'yib turar ekan, ilm o'rganayotganligini nimasidan? Sharofatidan, hurmatidan. Ilm talab qilish erkak, ayol, yoshi, qari qachon qayerda bo'lsa bandani Allohga yaqinlashtiradigan ish hisoblanadi.